haydovchisini topaylik. Surishtirgan ma'lumotlarimga ko'ra, uni barcha belgilar akamga mos kelyapti. Haydovchi, ketdik. Gu korporatsiyasi shifoxonasi. Tender hujjatlari qani? Agar bugun tender hujjatlarini bermasang, hech qayerga ketmaysan. Hech qanday hujjatlarni bilmayman. Qizim. Dadasi. Nega qismatimiz bunchalar achchiq bo'lmasa? Senga hech narsa qilmaydi. U albatta tuzalib ketadi deng. Shunday deb ayting. Doktor, Bemorning ahvoli juda og'ir. Har qanday holatga tayyor turing. Nima? Doktor, sizdan o'tinib so'rayman. Yolvoraman, qizimni qutqarib qoling. Doktor, O'tinamiz sizdan. Doktor, uni qutqaring. Doktor, bemorning ahvoli yomonlashyapti. Qaytib ber. Bizni yo'q qilish uchun seni qaysi kompaniya yollaganini bilishni istayman. Chechen, Suyechin ahvoli og'ir. Dada, Qayerdasan o'zi? Hech bo'lmasa uni oxirgi marta ko'rishga kelmaysanmi? dada, Suyechinni qutqarish kerak. Uni qutqarish kerak, dada. Tender hujjatlarini o'g'irlab, Gu oilasini xonavayron qilding. Bugun hammangizni bir go'rga tiqaman. Bu shifoxonaga Gu korporatsiyasi homiylik qiladi. Muolajalar to'xtatilsin. Bugun chin dildan sevadigan insoning ko'z oldingda o'ladi. Oyi, xavotir olmang, akamga hech narsa qilmaydi. Xiaomin akasi kimligini bilmaydi. O'ylab o'tirmay qo'l ko'taradi, biror nima bo'lsa-chi. Oyi! Oyi, sekinroq. Qizim. Sabr tilayman. Suyechin. Bolam. Qizalog'im. Bolajonim. Suyechin. Suyechin. Aka! Oyjon. Oyi, biz biroz kech qolmadikmi? Ayb menda. Hammasi mendek onani aybi. Xiaocheni ertaroq topa olmadim. Xiaochen oldida gunohkorman. Undan o'tinib uzr so'rashim kerak. Dada. Oyi. Meni kechiring. Boshingizga kulfat keltirdim. Meni deb nohaq azob chekyapsiz. Aybdorman.
Meni aybim. Yo'q. Meni aybim. Seni aybing yo'q. Hammasiga men aybdorman. O'zimda taqdir og'ir ekan. U seni 12 yildan ortiq kutdi. Hammasi yaxshi bo'lishini umid qildi. Ammo kutgan misol emas. Abadiy ayriliq ekan. Bizning qismati juda og'ir ekan. Bolajonim. Suyetsin. To'g'ri, iltimos menga bir qara. Sen meni shuncha yil kutding. Men nihoyat o'zimga keldim. Nega aynan shu payt ko'zlaringni yumding? Axir men seni hali chin dildan sevib ham ulgurmadim. Iltimos tur. Menga bir marta qara. Maylimi? O'tinib so'rayman. Men uchun butun umringni tikding. Sendan qarzdorman degandim. Nega endi qarzimni uzishimga hatto bir imkon ham bermayapsan? Suyetsin. 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 Nima bo'ldi? Gu korporatsiyasini qulatmoqchi emasmiding? Nega bir ayolning o'limiga chiday olmayapsan? Bugun tender hujjatlarini menga topshirmasang, yoningdagilarni barchasini birma-bir o'ldiraman. Bas qil. Oyi, siz meni urdingizmi? Shuni deb menga qo'l ko'tardingizmi? Sen umuman haddingni bilmay qopsan. Kaltagam kam senga. Nega? Nega qayta-qayta meni emas, shu telbani tarafini olyapsiz? Chunki u akang. Bizni akamiz u.